Qo'y sotuvchi akalarimizga eng azob beradigan muammolardan birini sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana hozir Qirg'iziston, Tojikistondan qo'ylarimiz furalarda kelyapti. Ichida endi misol uchun 5 ta 10 ta mana shu o'pka yo'lida shamollashlar kuzatiladi. Shularga hozir samarali yechimni ko'rsatib beramiz sizlarga. Bunda bizlar Tilazin gruppa antibiotiklardan foydalanamiz. Har xil oq, nimaga sutga o'xshash antibiotiklar. Mana akamiz 5 kundan beri inyeksiya qilyaptilar. Samarasi unchalik yo'q deydilar. Tilazin gruppa antibiotik ishlatamiz va o'sha yo'lda transportirovkani hisobiga, stress hisobiga immunitet tushgani uchun Dastin preparatini ishlatamiz. Dozirovkasi 3 ml ga 2 ml. Повторni mana shunaqa kasal bo'ladigan bo'lsa, повторni inyeksiya yana 2 marta qilinsa-ki, общий 3 marta kasallikni bartaraf etgan bo'lamiz. Be'tibor bo'lsak, o'pkaga o'tib ketib, qo'yimiz rivojlanmaydi, hattoki nobud bo'lib qolishi mumkin. Hozir buni misol o'pkasiga o'tgani yo'q-a? O'pkasiga o'tgani yo'q, yuqori nafas yo'lida. Hozir yengil. Mana shuni sirazi qilinsa mana shu qo'llarda, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Bu videoni mana shunaqa qo'y shamollagan, aziyat chekkan tanishlaringizga jo'natib qo'ysangiz aka manfaatli bo'ladi-ya, Jasur aka. To'ppa to'g'ri.